Assalomu alaykum hammaga, hurmatli treyderlar. Bugun biz endi sizlar bilan kelasi hafta uchun, dushanbalik uchun damashqa qilamiz. Xo'p, bu damashqani qilishdan maqsad, ya'ni kelasi hafta uchun qisqacha tayyorgarlik ko'rib olish. Ya'ni qanday trend keyingi hafta qaysi valyuta paralarda yoki qaysi instrumentda long yoki short ketishini aniqlab olishdir. Xo'p, biz dastavval dollar indeksidan boshlaymiz. Dollar indeksida daily time frame'da ko'radigan bo'lsak, bizda ya'ni shartoviy trend ketyapti. Ya'ni birinchi o'rinda trendsdan boshlaymiz. Hop, ikkinchi bo'lib Fibonacci instrumentini tortib ko'ramiz. Ya'ni dollar indeksi ba'zi bir brokerlarda bitim ochsa bo'ladi bunga. Va ko'rishimiz mumkin 0.38 zonasidan bizda reaksiya olib bo'lgan. Va 0.5 dan qaytishi mumkin. 0.38 zonasini ko'pchilik ishlatmaydi. 0.38 zonasi ham ishlab beradi. Hop, dollar indeksida asosiy ishimiz bo'lmagani uchun keyingisiga o'tamiz. Hop, bizda VIX, ya'ni VIXdan nimani ko'rishimiz kerak? Bizda ikki dona zona bor. Ya'ni 30.08 va 8.40 zonalari. Narximiz, ya'ni shuni orasida yursa, bozor unchalik shum bo'lmaydi. Ya'ni qanday? Bozorda ortiqcha tez harakat bo'lmaydi. Mana bunaqa holatlar bo'lsa, lutfi ishlamay turgan ma'qul. Sababi stoplarni olib chiqib ketish mumkin bunda. Va ko'rishimiz mumkin bizda daily time frame'da mana уже likvidность yig'ilyapti. Ya'ni likvid sell uchun. Hop. Keyingi instrument bizda Bitcoin. Bitcoin'da ko'rishingiz mumkin mana haftalik o'tadigan bo'lsak, уже mana sell uchun likvidность yig'ilyapti. Bunda biz nima qilamiz? Hop, mana bu yerdan Fibonacci tortamiz. Bu yerdan tortishimiz sababi yaqinroq bo'lgani uchun. Chunki biz time frame katta. Bu yerdan tortadigan bo'lsak, bormasligi mumkin biz kutgan zonalarga. Shuning uchun yaqinroq likvidность tortsak ham aktiv bo'ladi, ham reaksiya olishi yaxshiroq bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda 0.38 zonadan 0.236 gacha ishlab berib bo'lgan ekan. Demak, biz nima kutishimiz mumkin? Biz sell stop bilan savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni qanday? Agar sellga ketadigan bo'lsa, bu haftalikda ancha vaqt olishi mumkin. Ya'ni kunlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, hop, kunlik time frame'da ham range holati boshlangan. Ya'ni mana bunday bu yoq long ketsa, hop, yoq mana sell. Bu holat qanday? Bunday chizsak ham to'g'ri bo'ladi. Mana bunday chizsak ham to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ikkita liniya orasida range holati bo'lyapti. Ya'ni bordi, keldi, bordi, keldi, boryapti, yana kelib, xuddi shunga o'xshash. 4 soatligida ko'radigan bo'lsak, bu trendimiz mana langoviy ketyapti. Long. Bunga Fibo tortishimiz mumkin mana. Ya'ni buy uchun Fibonacci instrument. Va ko'rsalaring mana 0.38 zonasidan ishlab berib bo'lgan bunda ham. Birorta ideya chiqmayapti. Hop, 1 soatlikda ko'radigan bo'lsak, ya'ni 1 soatlikda ham ishlab berib bo'lgani uchun hozircha ideya yo'q. Xo'p, endi tillani oladigan bo'lsak, xo'p, tillamiz 1 soatlikda bizda
range harakati bo'lyapti va bu yerda mana shartoviy harakat. Bunga ham Fibonacci tortamiz. Maksimumdan minimumga. Maksimum minimumlar 10-15 pips xato bo'lib qolishi mumkin. Shunda bu magnit bor. Shuni ishlatilsa, to'shni soyalarni olib beradi. Lekin bu boshqa liniya chizayotganda xalaqit bergani uchun ishlatmayman. Va bunda mana 0.8 ni kutsa bo'ladi. 0.8, 0.5, 0.618 va 0.786. Buni qora qilib qo'yganimning sababi bu kamdan kam bunda savdoga kiraman. Asosiy 3 ta savdoga kiradigan o'rinlarimiz mana shular. Xo'p. 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, Fibonacci instrumentini o'chiramiz. 4 soatlikda range bo'ladi. Ya'ni sell uchun likvidность yig'ilyapti. Bu tasdiq likvidность bo'ladi, chunki bizda bu birinchi likvid. Endi dailyga o'tadigan bo'lsak, hop, dailyda sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Boshqa anaqa serverda, lekin tilla. Hop, mana bu yerda bizda zerkalniy уровень bor mana. Bu yerda likvid yig'ilgan. Mana bunday qilsa, mana likvidimiz ko'rinadi. BSUni oladigan bo'lsak, mana ya'ni bar соответствующий уровень. Va mana bular BPU1, BPU2. Ya'ni bar подтверждающий уровень. BSUni maksimumi bilan BPUni maksimumini birlashtirsak, zerkalniy уровень. Ya'ni bu yerda likvid hosil bo'ldi va narx ketdi. Narx bu yerga tushganda bu qaytarib berish kerak. Ya'ni bu likvidность kuchi narxni qaytarib beradi yana. Biz kutayotgan narsamiz shu. Ya'ni bu yerda savdoga kirganmiz. Bizda mana take profit va stop lossimiz. Bu 1:1 nisbatda, ya'ni minimumdan maksimumga 1:1, ya'ni o'sha 1 stop loss, ya'ni 1 take profit qo'yishimiz kerak. Ya'ni stop loss minimumdan 2 punkt pastga ko'ryapsizlar mana. Minimumga kelgan. Agar minimumga qo'yib qo'yganimizda stopimizni olgan bo'lardi. Shuning uchun minimumdan 2 punkt pastga qo'ysak, mana stopimizni olmagan bizni. Bu yerda yana bitta strategiya ishlab bergan. 1 2 3 4 degan strategiyamiz bu. Ya'ni narx keskin ravishda tushdimi va mana bu BSUni soyasini yorib o'tsa ham, soyasidan pastga yopilmasa va 4-kuni narx tevaga harakat qiladi. Va mana 4-kuni narx tevaga harakat qilgan. Biz bu yerda likviddan savdoga kirganimiz uchun bitim ochmaganmiz hech qanaqa. Fibonacci instrumentdan foydalanmaganmiz. Faqat likvidni o'zini kutib turibmiz. Bu yerda mana savdo ochilganda ham yaxshigina foyda olsa bo'lardi. Shunaqa. Xo'p. Endi biz Euro USDga keladigan bo'lsak, Euro USDda daily time frame'da longoviy trend ketayotdi va trendni yorib o'tdi. Mana bu yerdan savdoga kirganmiz va take profitimiz mana shu minimumga qo'yilgan. Ya'ni minimumdan 2 punkt tepaga. Chunki spread hisobiga olmay qolishi mumkin. Kutib turibmiz va bu hozir foydada turibdi bizda. Ya'ni Euro USD. Hop, bu ham Euro USD ekan. Hop, GBP USDda mana minimumdan maksimumga Fibonacci tortib, 0.8 zonasidan mana ishlab oldik. Xo'p, mana bu yerdan minimum olishimning sababi. Bu yerdan ham olsam bo'lardi, kelib bergan, lekin longoviy trend mana shu yerdan boshlangani uchun shu yerdan olganman va bu yaqinroq minimum. Bundan olsam bo'lardi, bundan olsam bo'lardi, lekin mana bu yerda qandaydir mana shu switchga longoviy trend bo'lgani uchun shu ko'k switchdan tortdim. Aslida mana bu yerdan olishim ham to'g'ri edi. Chunki bizda mana yerda likvidность bor. Likvidностьni minimumidan minimum olish bu ham bozorda yaxshigina ishlab beradi. Ya'ni aktiv bo'ladi. Xo'p, endi ishlab beribdi GBP USD. Hozircha ideya yo'q. Endi kutamiz yana ideya bo'lishini. Xo'p, 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, bizda mana shartoviy trend ketyapti. 1 soatlikka o'tadigan bo'lsak, ya'ni bunda shu 1 soatlikda ham
FIBO bilan ishlab olsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir range holatiga o'xshash holat bo'lyapti. Liquidga o'xshagan holatga qarab dushanba kuni ishlanadi. Ya'ni bir gap deyish qiyin. Sell ketishi ham mumkin yoki long ketib yuborishi ham mumkin. Hop, USD CADga o'tadigan bo'lsak, bir soatlikda bizda hozir trendimiz Langoviga o'tdi mana. Hop, trendimiz bizda mana Langovi trend. Hop, nimani kutishimiz mumkin? Biz narximiz kelib bundan agar yorib o'tsa, sell pozitsiya ochishimiz mumkin. Bu yerda Fibonacci instrumenti ishlayverib bo'lgan, ya'ni yaqin 0.5 zonadan qaytgan bo'lishi mumkin. Mana aytganimdek 0.5 ga kelgan va ishlayverib bo'lgan. Hop, 4 soatlikda ko'radigan bo'lsak, ya'ni 4 soatlikda hop, ko'radigan bo'lsak 1, 2, 3, 4 strategiyasi deb oladigan bo'lsak, biroz xato bo'lishi mumkin, chunki bizda yaxshigina o'smagan trend va bu biroz tushib ketgan. Hop, 1, 2, 3, 4 ga olib, kichikroq lot bilan savdo ochib ko'rsa ham bo'laveradi, endi dushanba kuni. Hop, kunlikka o'tadigan bo'lsak, biz kunlik time frame'imizda faqatgina Langovi trend ketyapti. Va ko'rishlaringiz mumkin, mana bu yerda bizda likvid yig'ilgan. Hop, shu likviddan minimum tortadigan bo'lsak, va mana bu yer bizda ishlayverdimi? Shu ishlayvergan joyida qo'yamiz maksimumni, minimumni esa bunga qo'yamiz. Va ko'rsalaring bo'ladiki, bizda aktual, ya'ni aktiv minimum va maksimum olinadi. Ko'rishlaringiz mumkin 0.5 ga borgan va 0.8 ga kelib ishlab berib bo'lgan. Va endi shu Langovi trendni yorib o'tishini kutamiz. Hop, USDGP bizda range holatda turibdi hozir. Ya'ni haftalikda ko'radigan bo'lsak, mana likvidность hosil bo'lyapti bu yerda. Hop, daily time frame'da holat va 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikda bizda mana Langovi trend ketyapti. Hop, shunaqa holat bizda. Hop, USDGP. Ya'ni 4 soatlikda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, dayliga o'tamiz, ya'ni kunlik time frame. Hop, kunlik time frame'imizda ham shu yana Langovi holat. Ya'ni biror ideya qilish qandaydir o'ylantirib qo'yadi. Shunaqa. Hozirda sizlarga maslahat beradigan bo'lsam, bundan buyog'iga endi texnik analiz qilib, nima deydi, savdo qilish biroz noqulaylashib boradi. To'g'ri, yaxshi, nima deydi, texnik analiz zo'r tushunaman degan odam ham qiladi, lekin 24 soat 24 soatdan xato bo'ladi deydi. Ya'ni o'sha sessiyalar bor-ku, shu Yevropa sessiya, Osiyo sessiyada ishlaydi kimdir. Shu sessiyalar ochilganda, yopilganda savdo qilish uchun o'sha sessiyalarda o'tirish kerak edi onlayn bo'lib. O'shuning uchun algo tradingga bundan buyog'iga kirish kerak. Shunaqa gaplar. Algo tradingga, ya'ni algo signallar o'zimizda bor. Va Telegram kanalimni qo'yib qo'yganman. YouTube profil shapkasiga. Shu yerga o'tib yozsalaring, ya'ni sinov muddati ham beriladi. Ya'ni sinov muddati 1 oy, signal kanal bepul. Shunaqa. Hop, keyingi instrumentga o'tadigan bo'lsak biz AUD USD. AUD USD ham yaxshigina ishlagan ekanmiz. Hop, AUD USDda biz ko'radigan bo'lsak, Langovi trend ketyapti va mana bu yerda 0.5 yoki 0.8 zonadan qaytib bergan. Mana Langovi ko'tardik, yana 0.5 zonadan ishlab bergan. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Ideyalar o'tib ketib qolgan yoki
ideyalarni to'g'ri kelib qolish biroz qiyin. Kunlik time frame'da to'g'ri kutib, bemalol ochib, limitkalar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Lekin 1 soatlik o'tadigan bo'lsak, mana harakat juda ham tez bo'ladi. Ulgib olish qiyin. Mana shartoviy trendimiz chiroyliggina bo'lib ketyapti. Shunday. Mhm. Hop. Bu yerda yana USD cut. USD cut'imizda range holat bo'lyapti bizda hozir. Range holat. Ya'ni birorta o'ringa qo'yamiz. Ya'ni qaysi o'ringa o'sha ko'proq harakat bo'lgan bo'lsa, yana mana shu o'rinni qo'ydim. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, bu yer switcha, uchta. O'sha qila oladigan bo'lsa, bitta, ikkita va uchta harakat bo'lgan bu yerga. Bunga esa bitta katta va ikkita harakat. Bunda bizga o'zidan turib ham haftalik ko'rsak mana range holatimiz long uchun range bo'lyapti va long uchun, ya'ni bu yerga atkat ko'p bo'lgani uchun long ketish ehtimoli yuqoriroq. Texnik analizda. Algo tradingda esa biroz boshqacharoq. Ya'ni algo trading o'z nomi bilan. U yerda strategiyalar sir tutiladi va 100% take profit olinadi. Signal kanallar bo'yicha ham, ya'ni signallar bo'yicha ham alohida video qo'yilgan va yana bitta video chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, keyingi instrumentga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Yangi Zelandiya dollari va dollar. Bunda ham mani brokerim bunda savdo ochmaydi, shuning uchun qisqacha tahlil qilib o'tamiz va bu yerda shartoviy trend ketyapti hozir. Va bu yerda hop, bitta Fibonacci tortib olsak, bu yerga 0.38 ga kutib o'tirish ham to'g'riroq bo'ladi. Hop, yana USD 500 bu instrumentga ham broker ruxsat bersa, yaxshigina ishlab olsa bo'ladi, lekin hali beri bunda ishlab ko'rganim, chunki biroz boshqacharoq bo'lar ekan bunda harakatlar. Hozir ham mana bu yerda mana ko'rsalaring shartoviy harakat ketyapti. Va shortga Fibonacci tortib boramiz mana. 0.5 dan 0.38 ga ishlab berib bo'lgan va men bu yerda judayam chiroyli likvidnost yig'ilyapti, qaranglar. Judayam chiroyli bitta o'rinda yopilyapti. Soyalari esa biroz tushyapti. Judayam cho'tki. Shunaqa. Va dollar indeksiga yana qaytib keldik. Sizlar bilan bugun shunday analiz bo'ldi. Keyin mana bu yerda mana 1 2 3 4 o'xshagan strategiya turibdi-yu. Bitta narsani yoddan chiqarmanglar. 1 2 3 4 strategiyasi faqatgina kunlik time frame ishlaydi xolos. Mana bu yerda mana 1 2 3 4, ya'ni buni tanasidan pastga yopilgan. 4-chi switch demak sel ketadi. Yo'q, bu xato. Faqat kunlik time frame'ni o'zida shunday bo'ladi xolos. Masalan, kunlik time frame narx keskin bitta switchamiz uzun switch bo'ladi. Va qaytdi. Bu tanasini buzmasdan yopildi va qaytdi. Va 3-chi switch mana. Dalish 4-chi switch. Dalish sel mana. 1-chi switch, 2, 3 va 4-chi switch sel ketadi. Bu ham 100% ishlab beradigan teorema yo'q, ya'ni bitta teorema bor. Forex bozorida 100% ishlab beradigan strategiyani o'zi yo'q. Eng zo'r strategiya ham 99%. Ya'ni yangilik paytida, boshqa paytda har qanday strategiya ishlab bermasligi mumkin. Ishlab beradi. 100 dan 1 dona bo'lsa ham stop oladi. Shunaqa gaplar. Hop, sizlar bilan 20 minut mana qisqacha analiz qildik.
va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Agar kattaroq mavzu bo'ladigan bo'lsa va strategiyalar haqida so'roq savol bo'ladigan bo'lsa, alohida video chiqarishga harakat qilaman.